Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaranglar, yana arqamdagi joylarni ko'ringlar. Bu Chorsuvdagi avtostansiya, avtobuslarning qaytish joyi. Bundan bilmayman necha yil, 2 yilmi, 3 yilmi muqaddam xuddi shu yerda reportaj olib borgan edim. Shu yerda hech qanday haligi odamlarga sharoit yaratilmaganligi, yo'lovchilarga birorta o'rindiq qo'yilmaganligi haqida kuyib pishib gapirganman. Mana hozir ham qarang, shunchalik avtobuslar 147, 103, 5, 17, 146 avtobuslarda soni ko'p. Lekin mana 3 yildan beri odamlar oftobda azob chekadi. Tanqid qiluvdim, endi yana qilyapman Abdulla Qodiriy uslubida. Abdulla Qodiriy 27-yilda jamiyatdagi ba'zi bir kamchiliklarni tanqid qilib o'zgartirishga harakat qilgan ekan. Biz ham shu avlodlar, u kishining shogirdlari kamchiliklarni tugatamiz deb bundan 2 yil bu muqaddam, balki 3 yil ham bo'lib qoldi. Ko'rsataman, kichkina lavha ham. Shu kamchiliklarni ko'rsatib o'tdim, lekin hech kim e'tibor bergan ham yo'q. Yana o'shanday turibdi. Mana bu yerda gum. Avvalgi o'zimizni Bosh universal magazinimiz mana. Uni qo'ldan qo'lga sotiladi, o'tadi, lekin odamlarga bir tiyin foydasi yo'q. Mahallalarda ham shunaqa odamlar bor. O'zlari boy badavlat, lekin eshigini oldini qarasangiz asfalti yo'q, o'yilib yotadi. 10 ta mashina turadi oldida. Kambag'al odamlarning eshigini tagi top-toza, o'zlari hatto yonidan asfalt qilgan. Shuni singari mana shu yerni sotib olgan karchalonlar shu yerga 6 ta skameyka o'tiradigan o'rindiq qo'yib qo'yishi qiyinmi? Yoki avtobusdan saqlanadigan ozgina kattaroq bir yoping'ich kapak qo'yib qo'yish qiyinmi? Yo'q, qiyin, albatta qilmaydi. Buni asosiy sababi jurnalistlarning chiqishlariga e'tibor kam bo'lyapti. Chiqqandan keyin ikki og'iz buni tekshirib qo'yuvchilar ham so'rab qo'yish kerak. Bu 4-hokimiyat, jurnalist ham shu bir odamni, xalqni, davlatni odami. Bu ham kamchiliklarni tanqid qiladi va tugatish yo'llari haqida fikrini bildiradi. Hammamiz umumiy ishimiz bu ishlar. Yo'q, bu narsalar qilinmaydi, lekin bu safar umid qilaman. Rahbarlarimiz mana shu avtostoyankani yoki avtobuslar to'xtash joyini, Toshkent transportini rahbarlari yoki bo'lmasa mana Bosh universal magazin, endilikda bilmayman nomi qanaqa, kim qo'lida, atrofga bir qarab qo'yinglar, boyvachchalar. O'sha bobolarimiz an'analari yana qaytsin. Hamma yerga bir ko'z bilan qaraylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Pulimiz bormi? Boyiyapmizmi? Ikki og'iz jamiyatni ham, xalqni ham o'ylab, atroflarda obodonchilik qilaylik. Dadaxon Yoqubov, oddiy fikr. Toshkent qayta ko'rsatadigan joyim va qayta ketadigan joyim. 3 yildan beri har kuni 2 mahal o'taman shu yerdan. Ko'rishguncha.